hisobotlarni topshirdingizmi hashtagi aksiyasi doirasida nodavlat notijorat tashkilotlar hisobotlarini taqdim etish tartiblar va shartlari to'g'risida tadbir tashkil etildi. Unda Qashqadaryo viloyati soliq va statistika boshqarmalari mas'ul xodimlari tomonidan bu boradagi hisobotlarni topshirish tartibi, shakllari hamda hisobotni onlayn yuborish bo'yicha zarur tushunchalar berildi. Nodavlat va notijorat tashkilotlarining soliq tizimida bo'layotgan muammolari, ularda kamchiliklari shu haqida amaliy seminar o'tkazildi. Mana Adliya vazirligida o'sha Adliya bo'limi boshqarmasi xodimlari hamda soliq boshqarmasi xodimlari qatnashib, nodavlat notijorat tashkilotlarining tushunmovchiliklari, soliq hisobotlaridagi qanday kamchiliklarga yo'l qo'yayotganligi, ularni qanday bartaraf qilish, soliq imtiyozlaridan to'g'ri foydalanish, ularni soliq hisobotlarini qay tartibda taqdim etish tartiblari tushuntirib o'tildi. Qashqadaryo viloyati Adliya boshqarmasi tashabbusi bilan nodavlat notijorat tashkilotlari uchun soliq va statistik hisobotlarni topshirishda qulaylik yaratish uchun O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi Qashqadaryo viloyat hududiy bo'linmasi axborot resurs markazi tashkil etilganligi, hozirgi kunda markaz orqali viloyatimizdagi bir qator nodavlat notijorat tashkilotlar 2024-yil uchun adliya organlariga hisobotlarni vaqtida topshirganligi ishtirokchilarga tushuntirildi. Nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan bugungi kunda o'sha soliq idoralariga hisobotlarni topshirish tartiblari, statistika idoralariga hisobotlarni topshirish tartiblari batafsil tushuntirildi hamda o'sha nodavlat notijorat tashkilot vakillari tomonidan berilgan barcha savollarga batafsil javoblar berildi. Bugungi tadbirda O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasiga a'zo bo'lgan Qashqadaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan nodavlat notijorat tashkilotlar ishtirok etishdi. Tadbirdan ko'zlangan maqsad assotsiatsiyamizga a'zo bo'lgan nodavlat notijorat tashkilotlariga soliq hisobotlari, statistika hisobotlarida amaliy yordam berish, ularning huquqlarini ta'minlash va ularni faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarni yechishdan iborat edi. Tadbir davomida assotsiatsiyaga a'zo bo'lgan nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan barcha berilgan savollarga mas'ul davlat idoralari xodimlari javob berishdi. Assotsiatsiyaga a'zo nodavlat notijorat tashkilotlari faol ishtirok etdilar. Kelgusidagi rejalar belgilab olinib, o'tkazilgan tadbir yuzasidan ma'lumotlar berildi.